Men mehnat qildim, odamlar bilmadi, meni yolg'onchi deb o'yladi insonlar. Nega meni yolg'onchi deb o'ylaysizlar? Men qora terga botib ishlab yuribman. Meni yolg'onchi deb o'ylamanglar. Tepada Allohim ko'rib turibdi. Lek menga ishonmagan odamlar bo'lsa, ularga ham aytib qo'ying. Men ishlayapman. Qora terga botib ketdim. Ishda ishlab qiynalib ketdim. Meni rahmat demagan insonlar hali qarab turinglar, zo'r bo'lib ketaman. Men qora terga botib ketdim do'stim, alamlarda qoldim bilmading sen. Qora terga botib ketdim men shu ishlarni qilib, lek bittasi qadrimga yetmadi. Ne uchun meni yolg'onchi deb o'yladilar insonlar? Zo'r bo'lib ketishimni bilmadilar. Nega meni yolg'onchi deb o'ylagan insonlar? Bir kun zo'r bo'lib ketishimni bilmaydi ular.